Bitta narsani ko'p esdan chiqibdi. Men buni ko'p 10 deb gapiraman. Bu no. Com. Bu yerdan chiqadigan mana bu zamokka hop ochib yopishga ishlatiladigan ochib yopishga kerak narsa-da основной bu. No и com. Bu com и no'si hop mana shu yerda bizim no'yda bor ismli. Bundoq ko'rasizlar. Mana shu yerda yozuqda mana yoziladi-da mana bu yerda. Hop no bor и com bor. Shunga ahamiyat beringlar. Comdagi minusga ketadi, blok bitananing minusiga, hop nodagi zamokka ketadi. Bitta simga ketadi zamok. Ikkita zamokdan ikkita sim chiqsa, bittasiga ketadi. Ikkinchi masala. Hop, yana xuddi shu bizim noda. GND bor и 12 VDS bor. Bu hop o'sha plus minus degani. Hop GND degani bor-da mana. GND bu minus. Mana biz endi ko'k ishlatganmiz, plusga har doim misol qizil keyin bunaqa yorqin svetlar ishlatiladi. O'shanga men minusga mana minusga hop GND nulislar. Mana shu yerda yozig'ini topiladi. GNDsiga minus tulislarda o'shandan kelgan minus blok bitaniga ketadi minusiga. Hop 12 VDS bor, mana bunaqa chiqadi. Bundan chiqqan misol plus bu, plus hisoblanadi. Buni blok bitaniga plusiga ulisizlar. Tushundinglar? GND minus 12 VDS plus. Mana shundan topib qilasizlar. Bunda ham xuddi shunaqa monitordan xuddi mana shu yozig'iga qarasanglar, qaysi qatorda nechinchi betiga yozib qo'ygan ko'rsatadi mana bu yoqda. Xuddi shunaqa bunda ham GND minus 12 VDS plus. Xuddi shunaqa chiqarasizlar bundan ham. Buni ham xuddi mana plus minus blok bitaniga berasizlar. Asoblini qaraylik shu narsaga. Endi misol hamma har xil kabel ishlatadi. Misol ko'proq biz mana ahamiyat bergan bo'lsanglar, plusga ishlatganmiz. Asosan qizillar plusga ishlanadi. Qizil mana shunaqa hop ranglar. Mana bunaqa havo rang, qanaqadir anaqalar bular hop minusga ishlatiladi. Biz shunaqa ishlatganmiz-da. Ya'ni esdan chiqmasin. GND minus 12 VDS plus. Plus minus mana shundan ajratib olasizlar. Mana qizildagi plus, qoradagi minus. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Qizildagi plus, qoradagi minus. Hamma tushundi shekil mana bu. Ulanish sistemasini ko'rsatdi. Hop mana o'sha yoqib oldik hammasini. Zamoklarni. Hop, hamma narsa mana joyida. Ulangan sistema. Hop, endi mana o'zimizga bosamiz. Hop, chaqiryapti bu yerda. Hop, ko'tardik buni. Ko'tardik mana. O'sha bemalol. Endi ochib olish kerak bo'lsa mana. Yoqildi. Hop, yana mana bir marta quramiz. Hop, agar uni ochish o'zi zamok ulanish o'zi. Hop, mana do'konimizga kelaverasizlar, hammasini tushuntirib, hammasini zakotni qilamiz. Assalomu alaykum hammaga. Onsoro varianti bor. Boya shunaqa ish qiluvdik, ko'rdinglar, blok pitaniyadan monitorga, vizimnoyga, hammasiga pitaniya beruvdi yoqib uchun. Hop, xuddi shu narsa, misol qilsak bo'ladi, poyi switchda, poyi switch o'zi pitaniya beradi. Onson bitta poyi switch, hop, pitaniya o'zi beradi poyi switch. Agar bilmaganlar bilib qo'ysin, blok pitaniyada отдельный blok pitaniyaga sim tortib o'tilmaydi. Bitta LAN kabel bilan o'zi ishlaydi. Xuddi shunaqa bo'ladi. Monitordan bitta LAN kabel keladi, poyi switch kiradi. Hop, vizimnoydan keladi bitta switch, anaqa LAN kabel, bu ham poyi switchga kiradi. Hop, bu sistema boya tushuntirganimda bu blok pitaniya nimaga kerak bo'ladi? Qo'yiladi.
Chunki zamokni ishlatib berish uchun. Zamokni. Bu sistemaga POI switch o'zi yetadi. Hop, yana o'rgatganimdek POI switchda mana. Ko'ramiz. Ochildi. Yopildi. Ochildi. Yopildi. Shunaqa narsa. Kichkina obzorimiz.